$1100 1 kvadrati uchun so'ralayotgan novostroykamiz obzoriga kelganmiz. Qaranglar, bu yerda kirish eshigimiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda stroyinli shkaf mebellar o'rnatilgan. Mana bu yoni qaranglar. Bu birinchi xonasi, kattagina zalga mo'ljallangan. Remontlar sveji, yevro remont. Planirovka o'zi 3 xonaga mo'ljallangan, 120 kvadrat, 5 xonaga переделка qilingan. Mana bu yerda oshxonasi ko'rishingiz mumkin. Полностью mebellar o'rnatilgan kuxonli. Hop, endi mana sizlarga spalnya ko'rsataman. Qaranglar, bu birinchi spalnyasi. Remontlarni qaranglar, akkuratni sveji bo'lib turibdi. Ushbu xonadonimizda Uchtepa tumani, Chilonzor 14. 9 etajli novostroykamiz 8-etajda joylashgan. Mana bu yerda bitta sanuzel, mana bunisi vanna. Mana bu yerda yana bitta sanuzel и dushovaya mo'ljallangan. Qaranglar, mana bu yerda birinchi deskisi, balkonga chiqish joyi bor, kichkina balkoncha, temir ограждениялар o'rnatilgan. Mana bu yerda bo'lsa ikkinchi детский spalnyasi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda ham balkonga chiqish eshigi bor и temir ограждениялар o'rnatilgan. Mana bu ikkinchi spalnyasi, ko'rishingiz mumkin. Qaranglar, remontlar akkuratni sveji bo'lib turibdi. Ushbu xonadonimiz $132,000 baholayapmiz. Kimga shu xonadon ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opsiyonada barcha ma'lumotlarni qoldiramiz.